Undaqda başlap ketsek, hörmətli ustaz, bevasitə aldı bilen şu dünyada bulup atqan meyli uruş bolsun, toqunuşlar bolsun, her xil krizisler, afetler, muşunda məsələlərə bu məsələlərin özü məsələn tasadibi yüz beremdi yoki devletlerinin açlıqıdırmı yoki bir başqa bir nəsələr var bununla dünyada meydana kelişken bu nəsələrin bu noktadan bir gap qılmışıq. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamısına peygamberimizge dua selamlar olsun. Dünyada uruş, yoki toqunuş, yoki krizis, yoki tabiiy afet, qaysi bir ish yuz bergan bo'lsa, bu Allah'ın iradesi, Allah'ın takdir, tedbiri bilan bo'ladi. Üzligidan tasodifi shundan ham o'ttirib chiqib qolmaydi. Allohninki o'rinlashtirishi bilan urush yuz bergan bo'lsa, to'qinish yuz bergan bo'lsa, bu Allohninki yo'l qo'ygan bir qonun edi. İnsanlarni bir-biri bilan mudofaa qilish orqali dunyoni qo'g'dash, himoya qilish, tinchlikni qo'g'dash. Valavla dafullohi an-nasa ba'dhum bi ba'zin lafasatis samawati wal ard. Valavla dafullohi an-nasa bi ba'din lafasatis samawati degan oyatlarga o'xshash. Ammo shu urush yoki to'qinish yoki kirichiz yuz bergan vaqtida mo'minning qalbi darhol Allohga iltijo qilish lozim. Derhal bu uruş yüz berdi, ya toqunish yüz berdi, bu alı cho'chib ketmasdan, ya qo'rqib ketmasdan, xuddi dunyo mushnolarlam yo'qolib ketadiganidek tuyg'u kelib qolmasdan, Allohga iltijo qilishi. Allohning bu ishlarni bir sinaq yuzidan yoki birlarini ogohlantirish yuzidan yoki birlar rahmat qilish yuzidan tadbir qildiganlikni, taqdir qildiganlikni his qilish lozim. Bu vaqtida bu masalaga qarata bir qalbida bir amallik, xotirjamlik shakllanadi. Ham to'g'ri muomala qilishdan o'rganadi. Chunki urush olsun, to'qinish kirisi bo'lib qolsa, bu o'zligidan paydo bo'lgan bir ish emas. Bu ishlarni Allohningki maxfiy askarlarining qatorida hisoblanadi. Bularning hammasi Allohningki taqdiri bilan va Allohningki cheksiz hikmat to'shqan tadbiri bilan barliq qildi. Bu Allohning o'rinlashtirishi bilan maydonga chiqadi bu ishlar. Bu dünya qarsak, baş ağrıqıdan xali, dert elemden xali, qasr içi yaşaydigan undaq bir hayat emas. Bu hayat sınaq bir hayat. Sınaq hayatı olğanlıq üçün hech qanday bir insan şəxsi olsun, yoki cemiyet olsun, devlet olub qalsın, hammasi bu sınaqdan xali qalmaydı. Hammasi sınaq dairəsiga ya bu şekilde ya bu şekilde düş keladi. Bu uruş zamanında, toqunuş zamanında ya kirsiz yüz bergen bu zamanda insanların bu sınav qarta tutkan pozisiyonlari har xil bo'ladi. Ba'zi bir insonlar moddiy sabablarni qilish bilan birlikda Allohga iltijo qilib, Alloh taraf yanadi. O'zining kimligini tonib yetadi. Ba'zi bir insonlar faqat moddiy sabab tayinib bilan kuchni shundan oladi. Masalan, qurol yaraq yoki texnika o'xshab bu narsa tayinib bilan bizning ishimiz mushno bilan ahirgi bo'ldi, men xalqimni qila olayman deb o'ylab qoldi. Yana ba'zi bir insonlar o'zlari sabab qilmasdan, harakat qilmasdan cho'ng davlatlarni okutdi. Uning himoyasiga kirib, ashular bizni qutqizib qo'ydi. Ashular bizni xafalikdan himoya qildi, dushmanninki tajovuzdan bizni qo'g'daydi degan bunda xiyol bilan yashaydi. Demak, insonlarningki bu unda to'qinish, urush yuz bergan vaqtda tutadigan pozitsiyasi har xil. Nimishqan bu urush yuz berdi, to'qinish, kriz yuz berdi? Desa Allah'ınki bu sınaq qanunudur. Liyamizal xabisa minat tayyib. Kim yaxshi yo'lda mağdu, kim nachar yo'lda mağdu. Kim insonlik qimmati bilan ish qildi, kim shaytonlik xarakter bilan ish qildi, bu yerda bir farqlantirish. Buni sinash, ayirish uchun Alloh taolo bu qonuniyatni bekitgan. Albatta, bu urushdan kelib chiqqan vaqt yuqoridagi ba'zi bir sabablar bayon qilinsa, bu inson yaxshi ko'rgan bir narsa emas. İnsan elbette amallıqni tilaymiz. Her vakit xotirjamlikni tilaymiz peygamberimiz deganda. Lekin urush, to'qinish, ya krizis, yoki tabiiy afat shunga o'xshash ish insonning ko'ngliga darhol bir yiqimli qishamiz. Ammo mushundagi ish yuz berib qolib qolsa, buning bir ijobiy tarafimi bormi? Tabiiy odam dastlab yukib ketadigan, ansiraydigan, qo'rqinchi bosadigan, biroz vahimaga tushib qoladigan deganga o'xshash taraflari bo'lsa-mi, yana buning ijobiy taraflari bor. Mesela bundak ahval yüz bergen vaxtida insanda yeni bir an şekillendi. Mesela deydik birisi devlet, yak bir millet, yak bir xalq. Palan akimizimiz davamlıq himoya qilib turdi, qo'g'dab turdi
deb qaragan bo'lsa, bu qabulga kelgan vaqtida bir krizis, urush yuz bergan chog'da u ish bo'lmay qolib qolsa, to'xtab turib ish bo'lmabdi. O'zining aqlini topadi. O'zining kimligini tushun. O'zining qildigan vazifasini yoki tutadigan qadamlarini qaytaradi. Xafalık yoki musibat yoki krizis kuchaygan vaqtida bu yer bir iymon jonlanadi. İnsan ruhiy kuchga muhtoj. Boshqa vaqt his qilmasin bir fojia, bir musibat, xafalık, ofat, kriz yuz bergan vaqtida insonda bir iymon tuyg'usi shakllanadi. Alloh bo'lgan qaytish tuyg'usi kuchlanadi. Bu ishlarningki, yana bir tarafdan qarag'avatiki ijobiy shakl. Demak, gapimizni xulosalag'an vaqtida musulmon kishi bu dunyoda har qanday bir ishning yoki urush, to'qinish har qanday bir ishningki o'zligidan yuz berib qolmaydiganligi. Gerçi ona u devlet, bu devlet yoki o shaxs bu shaxs boshlangan bo'lsa-mi, o'zligidan shakllanib qolmaydiganligi. Balki bu ishdan hammaga qatin, ma dunyoning egasi bo'lgan Allohningki tadbiri bilan, Allohning o'rinlashtirishi bilan, Allohning bilishi bilan, Allohning ko'rishi bilan, Allohning hikmati bilan bo'ladiganligini buni musulmon bilish lozim. Shuning bilan birlikda musulmon har vaqt umidvor bo'lishi. Bir urush, to'qinish yoki ofat yuz bergan chaq darhol o'zini yo'qotib qo'ymay, umidvor bo'lishi, ümmetsizlikka kirib qolmasligi, qo'lidan kelishicha sabab natija qonuniyat bo'yicha harakat qilishi bu musulmonlikning taqozosi. Shuning bu yerda urush hajab u yerda yuz berdi, bu yerda yuz berdi deb o'ylab qolamiz. Amaliyotda garchi birlar sabab bo'lgan bo'lsa-mi bu ishga, yoki birlar qo'zg'ab chiqqan bo'lsa-mi, amaliyotda buni tadbir qiluvchi, o'rinlashtiruvchi kimsa taqdir aqidasidan qaragan vaqtida bu koinotni idora qilayotgan, bu koinot boshqarayotgan Janob Alloh subhanahu va taoloning taqdiri.